Assalomu hammaga, hurmatli Shavot Avto kanali obunachilari do'stlar. Bugun 5-fevral 2026-yil do'stlar. Nexia 1 avtomobili, Tico avtomobili do'stlar. Aksiya 1+2 desa ekan bo'ladi. Shu Captiva'ni sotib olsangizlar, 2 mashinani besplatni qo'shib beramiz do'stlar. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Captiva, qora svet, bir dona eshikida petnosi bor. 108 ming kilometr yurgan do'stlar. Mashinamiz holati zo'r. Hozir qor yog'ib turibdi, mashina yuvib qo'ydik, bulaşib qoldi. Cho'tchi holatda propan gazlar ham bor, 4 dona balon ham toza, holati zo'r do'stlar. 185 million so'm narxi, Captiva narxi do'stlar. Buni xarid qilsangizlar, Tico'ni ham, Nexia'ni ham qo'shib beramiz do'stlar. Xohlasangiz Tico'ni haydab bersizlar, xohlasangiz Nexia'ni haydab bersizlar, xohlasangiz Captiva'ni hazzetib to'ylarga chiqib haydab bersizlar do'stlar. Hozir holatini bir qator ko'rsatib o'taman. Like bosamiz, videoni do'stlar tarqatib tashimiz, chunki bir mashina 2 mashina qo'shib bergan hali hech yerda yo'q do'stlar. Libo avtosalonda ko'rsangizlar ham bo'ladi. Narx вообще zo'r. 185 million so'm do'stlar. 3 dona avtomobil. 185 million so'm berasizlar, 3 dona avtomobilni ham olib ketaverasizlar do'stlar. Xohlasangiz generalni, xohlasangiz nomlaringizni o'tirib olasizlar do'stlar. Like bosamiz, kommentariyani gumburlatib tashimiz do'stlar. Nexia'miz ham holati zo'r, metan gazlar ham bor. Kilitni bir to'lag'andan yonadi. Shu qorda turishuna qaramasdan do'stlar, kelasizlardan kilitni bir to'lasizlar yonib turibdi do'stlar. Holati zo'r, 4 balon ham zo'r. Holati cho'tchi holatda do'stlar. 99-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1'imiz. Tico'miz do'stlar, bu ham 99-yilda ishlab chiqarilgan, holati cho'tchi holatda, motorlar remont bo'lgan. Kelasizlar, tekshirib olaverasizlar do'stlar. Cho'tchi holatda hozir buni ham ko'rsatib o'tamiz. Salon holatlari zo'r, qimmatimdan poliklar, chexollar qo'yilgan. Captiva'mizga keladigan bo'lsak do'stlar, bir dona eshikda petnosi bor, qora svet, yuvilib, cho'tchi holatda mo'katik qo'yamiz. Kelasizlardan haydab tekshirib ko'rib olaverasizlar. Yurgan probegi do'stlar 108 ming kilometr turibdi. 108 ming kilometr yurgan. Hozir bir qator salonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Ina do'stlar, ko'rsangiz mumkin, mashinamiz holati zo'r, polni Captiva 4 qilingan. Bu 3+ bo'ladi. Oldim ko'rinishi Captiva 4 qilingan do'stlar. Ina holati zo'r. Salon holatlari cho'tchi holatda turibdi. Bemalol ustalarimiz bilan kelib tekshirib olsangizlar bo'ladi ina. Arka sidyalar ham joyida turibdi. Buni 7 mesta bo'ladi, ko'rsangiz mumkin. Holati cho'tchi holatda. Do'stlar, Tico'mizga keladigan bo'lsak, Tico'miz ham 38 svet deydi buni xalq tilida. Yana holati zo'r. Qimmatimdan chexollar qo'yilgan. Ko'rsangiz mumkin, 1 kilo turgandan yonadi. Nexia'mizga keladigan bo'lsak do'stlar, Nexia'miz ham 99-yil, metanli sroklar ham bor. Bemalol olib haydasangiz ham bo'ladi. Ichida metan ham bor buni do'stlar. Metan balon ham bor, balon ham polni to'ldirib qo'yibmiz. Ko'rsangiz mumkin. 215 ming kilometr yurgan do'stlar, mashin cho'tchi holatda turibdi. Ya bir azob beradigan narsasi yo'q do'stlar. Buni ham kraskalari faqat zangja ishlangan, zo'r holatda, motorlari toza remont bo'lgan. Olib hazzetib haydasizlar. 185 million so'm narxi, Captiva narxi do'stlar. Buni xarid qilsangizlar, Tico'ni ham, Nexia'ni ham qo'shib beramiz do'stlar. Xohlasangiz Tico'ni haydab bersizlar, xohlasangiz Nexia'ni haydab bersizlar, xohlasangiz Captiva'ni hazzetib to'ylarga chiqib haydab bersizlar do'stlar. Hozir holatini bir qator ko'rsatib o'taman. Like bosamiz, videoni do'stlar tarqatib tashimiz, chunki bir mashina 2 mashina qo'shib bergan hali hech yerda yo'q do'stlar. Libo avtosalonda ko'rsangizlar ham bo'ladi. Narx вообще zo'r. 185 million so'm do'stlar. 3 dona avtomobil. 185 million so'm berasizlar, 3 dona avtomobilni ham olib ketaverasizlar do'stlar. Xohlasangiz generalni, xohlasangiz nomlaringizni o'tirib olasizlar do'stlar. Like bosamiz, kommentariyani gumburlatib tashimiz.